Asqar yaxshimisan? Charchamayapsanmi? O'rta qattasan. Ha, uydaman o'tiribman. Shanba uydamisan? Toqqa ketyapmiz bola. Ha, bo'ldi, uydaman, shanba kuni uydaman. Hamma boryaptimi? Ha, hamma boryapti. Iloji bo'lsa qo'zg'olga ketmagin. Nega? Yo'qmaydi hechkimga bir. Bilasizmi, bir siqat odati bor. Pastkash, pul bo'lsa ham pulim yo'q deb turadi. Ha, to'g'ri, shunaqa odati bor, haqiqatan. Pastkash odati bor. Ha, to'g'ri. Sen bilar ekansan, men bilardim, просто ayta olmasdim. Ha, bo'ldi, o'rta shu gap shu yerda qolsin. Ha, bo'ldi, o'rta. Ya, nima deyapsan? Eshitsa xafa bo'lib qoladi. O'rtamizda qoldi, bo'ldi. Xotir olma, nima deyapsan mana? Bo'pti, tinch bo'l. Alo. Ha, qo'zg'ol yaxshimisan? Yaxshi rahmat. Shanba kuni bola toqqa ketyapti. Yo'q. Shunga uydamisan? Ha, shanba uydaman, shanba. Qarab, o'shani bola menga aytdi. Qo'zg'ol ham olib ketaylik, yaxshi bola desam, yo'q deb qachondir bir o'tirganda pul bermagan ekansan shekilli. O'shanga Asqar shu seni yomonlasa deb pastkash bola. Yo'q. Jimut bola, pulni qisib oladi, bermaydi. Men o'sha paytda puli bo'lmay qolgandi, qo'y endi unaqa yomonlama desam, mana shunaqa deb shunaqa yomonlasa desam. Voy bilan. Endi просто maygar o'rta, shu gap ikkalamiz o'rtamizda qolsin. Asqarga indamay qo'ya qol. Yo, hech ketmayman-ku, lekin bilasanmi, bir marta ham Sadini pul yo'qolgan. O'shani mana shu isqat Asqar o'g'irlagan. Ha, bir pul yo'qolgan esimda. O'shani shu Asqar o'g'irlagan. Asqar olgan ekan o'shani. Ushlagan pul topib oldim degandi. Faqat shu gap shu yerda qolsin, o'rtoq. Bo'ldi, o'rta. Eshitmasdan xafa bo'lib qoladi mana. Asqar yaxshimisan? Ha, ulo'nmagan. Qo'zg'oy telefon qilsay. Voy bilan, nima deyapti? O'rta qalaysan, yaxshimisan deb. Toni aytib qo'ymading? Men qayerdan eshitganmi deyman, shu toqqa borishni. Shanba kuni borar ekan bolalar, ha dedim. Voy bilan. Yo'qmi, hech qachon qo'yib qolmasin deb, ha, bilmadim, mana hali deb qo'ydim. Shu sani yomonlab ketsa-da, bir oldinga borib o'tirganimizda kimnidir cho'ntagida pul yo'qolganda, san olganmisan gapi bo'yicha. Qo'y dedim, Asqar unaqa bola emas, halol bola. Birovni haqqiga ko'z oltirmaydi desam, pastkash o'g'ri, muttaham qo'liga. Shu boshi borgim ham kelmaydi, shuni o'tirgim ham kelmaydi, bir yomonlasa desam. Voy, men uni hech kimni deyda topganman-ku, jindimi o'zi, to'ldirib. Bo'ldi, asabiylashma. Dabdalasini chiqaraman shuni, boru. Toqqa olib borib shuni. Qara, shu gap ikkalamiz oramizda qolsinmi? Tamam, yo'q, u kunga gapirib qo'zg'oyga ketib, sharmandani chiqarmayman. Ha, bo'pti, bilan lekin yomon asabimiz, lekin yoraman shu bolani. Ha, bo'ldi. Tinch bo'l. Ha, qo'zg'oy yaxshimisan? Nima gap? O'rtoq, meni gapimni havasini Asqarga yetkazmaganmisan, juda jahli chiqib ketdi. Men ne aytaman? Hozir telefonda gaplashgan vaqtim bo'lmayapti, ish qilyapman men qo'lida. Qo'lim loy bo'yatibdi. Bilan menga xafa bo'lib, qachon men qo'l egrilik qildim, qachon o'g'irlik qildim, baqirsa deb qoldi. Ha, o'zicha o'ylagan bo'lsa kerak-da. Men shunaqa deb o'ylagan deb turib. Sen bilib qolganingni bilgan bo'lsa, shunaqa iflos bo'ladi, o'zi qo'li egri-ku o'zi haqiqatan. Ha, to'g'ri. Ha, bo'pti. Ha, Asqar yaxshimisan? O'rtoq, meni gapimni qo'zg'oyga yetkazmaganmisan? Sen nima aytaman? Ishxonman, qo'lida, qo'lim loy, hamma yog'im. Yomon bu yoq telefonni ham zo'r qo'shib turibman. Telefon qilib gaplashishga vaqtim ham yo'q. Hozir qo'lga telefon qilib meni pastga aytibsan, ishim o'tibsan. O'rtoq, men gapirganimga bo'lsa, men bilmasam gapirmayman deb bilan urushib ketdik. Yo'q, qattam bo'ladi ekan bu. Hayron bo'lmanda. Sen uni dabdala qilagansan, u seni dabdala qilagan, bir-biringizga chiqib olmas ekansan, o'zlaring kelishib olaring, shu oralaringni ichiga meni aralashtirmasang-chi, o'zlaring ana kelishib olaring. Nima qilamiz? Yo'q, o'ziga kelishib olsa bo'lmaydimi? Shuni ham men hal qilib berishim kerak ularning janjanini.